Juda ajoyib. Azizlar, sizlarga bir ma'lumot aytib qo'ymoqchiman. Juda ko'pchilikka tushuntiramiz, lekin tushuna olishmas edi. Hozir ayni paytda xuddi shu narsani tushuntirishga ayni mavrida ekan. Yaxshilab eshitib turing. Ushbu narsani, ushbu joyni Ka'bai muazzama deb tasavvur qiladigan bo'lsak, ushbu joyda eshigi bor. Xuddi shu eshikning bir burchagida, mana xuddi shu burchagida Hajarul Aswad bor. Hajarul Aswad bilan Ka'bai muazzamaning o'rtasi multazam deb nomlanadi. Ushbu joyda qilingan duolarning hammasi ijobat bo'ladi deydi tobiinlar. Agar siz ham imkon topa olsangiz, Makka mukarramaga kelsangiz, shunday eshik hamda Hajarul Aswadning o'rtasidagi masofani o'rtasida duo qilishingiz bemalol bo'ladi. Ushbu joyda qanday qilinadi? Ikki kaft, chaqanoq, xuddi shunday gavda hamda yuzning o'ng qismi. Xuddi shunday mana. Shunday holatda qilinadi. Agar bu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bir dona like da ayamaysiz hamda yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying.